Bu lokatsiya ko'pchilik odamlarga yoqadi. Melodiya Mezon Marketning orqasida mana bunday 5 etajlik domdan 5 ta 2 xonali kvartiramiz sotuvga chiqmoqda. Hozir proyektini bitta uy misolida ko'rsatib o'taman. Har bitta qo'yilgan g'ishga domchi akamiz boshim bilan javob beraman dedilar. 2 xonalik uyni proyekti bilan tanishtirib o'taman. To'g'risini aytsam, proyekt ideal holatda. Asosiy kiraverishga kirganda mana bu yerda prixoja mebellar qo'ysangiz bo'ladi. Eng asosiysi ikki taraflama proyektda hech qanday penoblok, gazoblok emas, haqiqiy g'ishtdan qilingan. Uyning yotoqxona qismi xo'p ochiq balkonlariga ega 75 metr kvadratdan iborat, plus minusni hisobga olganda bu esa mehmonlar uchun zal xonasi. Bu uyda ham o'zining ochiq balkoniga ega. Gaz, svet, suvdan umuman muammo yo'q. Pastki qavatlar 6,5 million so'mdan boshlanadi, yuqori qavatlar esa arzonlashib boraveradi. Bu esa uyning sanuzel xonasi. Mana bu yerda oshxonasi, shinamgina oshxona qilib taxlaysiz xudo xohlasa. Kimga qiziq bo'lsa, pastda telefon nomer qoldiramiz, aloqaga chiqib kelaverasiz.